Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom o'zlarining muborak hadislarida ushbu hadisni vatandoshimiz Imom Termiziy rivoyat qildilarki, as-saxiyyu qaribun minalloh, qaribun minan nas, qaribun minal jannah. Saxovatli inson Allohga yaqin insondir. Odamlarga ham yaqin va jannatga ham yaqindir dedilar payg'ambarimiz. Demak, saxiy inson, qo'lidan kelgancha insonlarga yordam beradigan, xayr va saxovat ko'rsatadigan inson Allohga yaqin banda bo'lar ekan. Chunki ana bu qilayotgan ishi faqat Allohning roziligi uchun, qarzga emas, balki mana shu qiynalgan inson, u kim bo'lishidan qat'iy nazar shularga yordam qo'lini cho'zar ekan, Allohdan savob umid qilar ekan va bu Allohga yaqin banda bo'lar ekan. Va insonlarga ham yaqin bo'ladi. Saxovatli insonni insonlar yaxshi ko'radi. Chunki qo'lidan yordami tegayapti, insonlarga yordam beryapti, og'irini yengil qilyapti, qo'lidan kelgan yaxshiligini qilyapti. Bu insonlar boshqa insonlarga ham yaqin bo'lar ekan. Nimaga? Chunki har bir inson u insonni hurmat qiladi, saxovati tufayli, yaxshiligi tufayli insonlarga ham yaqin bo'lar ekan. Va uchinchisi, jannatga ham yaqindir. Chunki jannat ana shunday saxovatlik, qo'lidan kelganicha insonlarga yordam qiladigan insonlarga jannat yaqin bo'lar ekan. Bu hadisni mana rivoyat qilinishligi bilan birga, demak, inson hayotda yashar ekanmiz, qo'limizdan kelgan yaxshilikni qilib olishligimiz kerak. Chunki oyati karimalarda keladiki, Alloh taolo bir insonlarning holini zikr qiladiki, ular Alloh taolodan umid qilar ekanlarki, ya Robbi, koshki edi menga yana bir hayotni qaytarib bersang edi, men sadaqotlar qilib, yaxshi amallarni qilib olsam edi deb umid qilar ekan. Ana shularni Alloh taolo Qur'onda zikr qiladi. Demak, inson mana shu dunyoda berilgan fursatdan yaxshi foydalanib, imkoniyati bo'lsa, saxovat ishlarini, sadaqot ishlarini qancha ko'p qiladigan bo'lsa, albatta mana shu ish tufayli oxiratda ulkan ajr savoblarga ega bo'lar ekan.